Mana programmamiz ham o'rnab oldi. Endi biz buni ishlatishni ko'ramiz. Programmamizga olib borib, 2 marta mishkamizni chap tomonini bosamiz. 2 marta tezda bosganimizdan so'ng programma ishga tushdi. Bu yerdan ingliz tilini tanlaymiz. Shunday turaveradi. OK deymiz. Mana programmamiz mana shunday shaklda. Endi buni qanday ishlaydi? Bu programmada mana yerda tilni ana shu yozadigan harf chiqadi. Pastda knopkalar, ya'ni klaviatura chiqadi. Kompyuterning klaviaturasi. Siz yozgan saringiz bu pastda ana shu ezgan knopkangiz tasvirlanadi. Biz bu yerdan mana bu ovozni song deb qo'yganni bosib, uni boricha ko'tarib qo'yamiz. Endi ishlashimiz uchun biz barmoqlarimizni klaviaturaning knopkalariga qo'yib boramiz. Ya'ni mana bu yerga, mana bu joyga, mana bu joyga, mana bu joyga chap qo'limizni qo'yamiz. Ya'ni A, S, T va F knopkalariga. O'ng qo'limizni J, K, L va burchadagi mana shu L dan keyingi nuqtali joy knopkani o'sha barmoqlarimizni qo'yib olamiz. Faqat ezib yubormaymiz. Endi yozishni boshlaymiz. Biz birinchi F, J, probelga ham qo'limizni qo'yib olamiz. Ana shu uzun knopka probel deb hisob aytiladi. Ana shu bitta F, J, probel, F, J, probel, J, F, probel, J, F. Endi mana D qo'shildi. F, D, F, mana probel, D, F, probel. Bu yerdan K harf qo'shildi. J, K, probel, J, K, probel, J, K, probel. Ana biz qachon xato qilib yozadigan bo'lsak, aynan mana shunday qizil knopkalar chiqadi. Biz xato qilib turib boshqa knopkalarni mana bosib yuboradigan bo'lsak, pastda klaviaturada ana shu xato bosayotgan klaviaturalarimiz qizil yozib qo'yapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qizil, mana qizil, mana qizil, mana qizil. Bu yerda agarda biz uzoq turib qolsak, mana qarang, mana yerda sariq bo'lib qoladi. Qarab turinglar mana. Mana sariq bo'lib qoldi. Endi buni uyda ota-onanglar bilan mashq qilsanglar ham bo'ladi. Ota-onangiz yoki aka-uka, opangiz, opalaringiz bilan mashq qilsanglar ham bo'ladi. Endi bu programmamizda ikkita til bor. Mana bu burchakda o'sha strelkani bosganimizdan so'ng inglizcha yoki ruscha chiqadi. Bunda juda ham ko'p tillar bor. Bu hozircha bu yerda inglizcha va ruscha bor. Mana buni mana aylanayotgan knopkaga o'xshagan bosishimiz bilan mishkamizni chap tomonini yana boshiga qaytib qoladi. Uni yonidagi F, J, D, K deb qo'yganda buni bossak chap tomonda ko'pgina harflar chiqadi. Biz mana buni tugatib olganimizdan keyin bitta bularni ham qo'yib yozib ko'rsak bo'ladi. Uyda ko'pgina mashq qilsanglar, sizlar klaviaturada juda ham zo'r yozadigan bo'lib ketasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.